Assalomu alaykum, Milliy yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Oqtepa MFga yetib kelganmiz. Xudo xolasa sizlar ko'rib turgan shu 2 kvadratli xonadonni qishga issiq bo'lish uchun, issiq sistemalarini o'rnatib berish uchun qish sovuqda ham mana xudo xolasa yangi qurilayotgan uchastka ekan, mana shu yerga tayyorgarlik. Xudo xolasa sizlar bilan bir qator sistemani ko'rsatib o'tamiz. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi, suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Xonadonimizga jami 16 dona har xil razmerdagi panelli radiatorlardan ustunovka qilganmiz. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi, samotok sistema. Tepadan yurib, podachi obratga pastdan ketadi. Sizlar bilan xonadon ichkarilarini bir qator ko'rib o'tamiz. Mana birinchi mehmonxonamizga kirishda xudo xolasa 50 sm ga 1,20 razmerdagi panel radiatorimizni 2 dona ustunovka qilganmiz. Xonadon egalarining taklifi bilan turbalar devorning ichida qolib ketsin dedi. Juda ham chiroyli qilib, turba razmerda qilib, o'yib devorning ichiga olib berdik. Obratkalarda bag'iga parketmi, steshkami yo o'zlariga ma'qul kelgan holatda polman nimadirki qilamiz. Endi plan bo'lyapti deydi. Abo yo'qsa bizga chiqib qolmasin, hozir remontdan oldin shunaqa ishlar qilib beringlar deyshodi. Akkuratni qilib ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli qilib olib bitkizib beryapmiz. Mana keyingi kottejimizga 50 sm ga 2 metrli razmerdagi radiatordan 2 dona ustunovka qilganmiz. Bularni ham devorning ichiga olib, chiroyli qilib, akkuratni qilib berdik. Keyingi xonalarni ko'rsatib chiqamiz. Keyingi xonalari mana 50 ga 1.40 dan 2 ta. Xonadon egalari ichiga qalinroq qo'yib, issiqroq qilaylik. Juda ham issiq bo'lsin deyshodi. Juda ham chiroyli qilib, sifatli qilib ko'rib turganlaringiz pastlarga ham, obratkalarga ham izolyatsiyalar tiqib, gubkalarini juda ham sifatli qilib, chiroyli qilib ishlarni santexnik brigadamiz bitkizib beryapti. Ko'rayotganlaringiz devorning ichida tepa plita ekan, plita qilingan ekan. Yangi qurilayotgan uchastka ekan, hali beri ko'chib chiqishmas ekan. Remontdan oldin shunaqa ishlar qilib, mana bu tomonga ham 50 ga 1,2 ta radiator. Bular ham devorning ichiga tiqilgan. Obratkalarga e'tibor beramiz. Izolyatsiya bilan poltayda sovmasligi uchun juda ham chiroyli qilib ketilgan. Mana keyingi xonamiz 50 sm ga 1,20 razmerdagi panel radiatorimizdan 2 dona ustunovka qilingan. Bu taraflari ham devorning ichiga olingan. Obratkalari izolyatsiyaga tiqilib, sizlar ko'rib turgandek mana bu xonamizga 50 sm ga 2 metrli panel radiatorimizdan bosilgan. 50 sm ga 1,20. Bu keyingi xona 2 dona tushgan bunga. Ko'rayotganlaringiz obratkalarni juda ham chiroyli qilib olib bitkizib beriladi. Mana oxirgi to'shga hali ulashga nima qilgan yo'q. Oxiri ashitda ulashsa, xudo xolasa ishlarimiz oxiriga yetadi. Ustakalarimiz ishlari yaqinlashib qoldi. Videoni kuzatib tursalar, hozir sizlarga bundan hamma jarayonlarni ko'rsatib o'taman. Videoni ko'rishdan avval videoga bitta like bosib qo'yamiz. Shu videoni maksimal darajada ko'mirli katta yoqtirgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Kanalda mehmonlar podpiska tugmachasini bosib. Mana ko'rib turganlaringiz bu tomon oshxona ekan, oshxonaga ham olib o'tildi. Shunaqa qilib yerda kavlab, juda ham chiroyli qilib izolyatsiyalarga tiqilib olib o'tdik. Mana bu podval olarkan, bu tarafga ham ko'rib turganlaringiz juda ham chiroyli qilib bitkizib berdik. Mana bu yerga 2 dona devorni o'yib, mana o'nari tomonlari betonlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib berdik. Katyolimiz bu xonadonda orqa tarafiga katyolxona qilib qurishar ekan, xonadon egalari xuddi shu yerga hozir katyolimizni olib o'tib, ustakalarimiz ishlarni tayyorlashyapti. Bu hududlarda gaz 50-50 bo'lar ekan. Bir xil paytda gaz bo'lib, bir xil paytda bo'lmas ekan. O'shanga hozir 2 ta ko'mirli katyol o'rnatdik. O'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli katyolimiz, pastdan yonuvchi hamda gazli katyolimiz. Xuddi shunaqa. Sizlarning ham xonadonlaringga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, juda ham chiroyli qilib ham gaz yonadigan, ham ko'mirda yonadigan katyollarni ustunovka qilib beramiz. Bu katyolimiz Nijniy garena deyiladi. Ko'mirli katyolimiz pastdan yonuvchi katyol turiga kiradi. Tagiga o'tin ko'mir, o'tinni cho'g'ni qilib cho'g'dilashtirib olib turib, tepasidan ko'mir to'ldirib turasizda, pastdan yonib chiqadi. Teplanmaydagi pastdan 40 kilo 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Bu katyolimiz ko'mirning sifatiga qarab, albatta uyda tepli izolyatsiyasiga qarab 10 soatdan 1 sutkagacha yonib beryapti. Bu ishiga teplanmayni tozalash uchun katyolimizda yonayotgan alanga shu teplanmayda qoladi, o'z kuchini olib qoladi, ilonzi bo'lib chiqib ketadi, dimoxod yuriladi, dimoxoddan chiqib ketadi. Hamda bu eshigidan tushgan qurunlarni xuddi shu eshigidan chiqib tashlanadi. Katyol yonmay qolsa, mabodo mana richagi bor, richagidan aqabaqa qilib katyolda ishlagini tozalanaveradi. Bu ishiga ko'mir zapravka qilish uchun. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tagi cho'yanli bo'ladi.
Mana o'xshatganman hali beri o'rnashgan yo'q. Asha richaylari cho'g'da titish uchun qurilgan. Pastdan mana shu topkasiga 40 kg 45 kg atrofida ko'mir oladi. Hamda o'zini original 130 vatli ventilyatori hamda o'zini original termostati bor. Necha gradusga qo'ysangiz, misol 20 gradusga qo'ysangiz 20 gradusda yonadi, 30 ga qo'ysangiz 30 da yonadi. 25 kilovatli 300 kvadrat 250-300 kvadratli xonadonlarda qizdirish uchun bemalol quvvat edi. Bu gazli yo'limiz ham 250-200 kvadratli xonadonlarda gazli holatiga qarab, sifatiga qarab zo'risa juda ham chiroyli yonib beradi. Bu aqlli necha gradusga qo'ysangiz, bu yo'limiz ham gazni o'zi legirovka qilib ishlayveradi. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada ko'mirli katta o'xtargan tanishlarga yuborib qo'yamiz. Videoni kuzatib tursalang, ustakalarimiz hozir ishda 100% tugatgandan keyin dimoxodlarni o'rnatib, katta yonish jarayonlarini, graduslarni olib chiqib, sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Biz bu xonadonga mana kat yo'lni o'rnatdik, bu yerga o'zlari shuni addini kat yo'l xona qilib qurishar ekan. Hozir dimoxod o'rnatish marosimi bo'lyapti. Dimoxodimiz bir donasi 410 ming so'mdan sendvichli, 2 silo'li, ichi ham tashi ham nerjavika bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana ustakalarimiz shoti yo'q, belidan arg'amchi baylab, ko'rib turganlaringiz vijdondan mana ishni olib borishyapti. Ustaka o'rmen endi. Salomat bo'ling. Mana shu yerga hozir kat yo'limizga mana shu dimoxodni qo'yishadi. Uni tepada ikkita, yana bittasi bor. Donorali asli bratishga tepadan o'rnatib, mana bu ustakamiz bag'dan hozir dimoxodni qo'yiladi. Mana shu ustakalarimizni mehnatini qadrlash maqsadida mana shu videoga bitta like bosib qo'yamiz. Shunaqa qiynalib, sovuq kunida mana shunchalik ishlab ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli qilib, mashaqqat bilan olib borilyapti. Mana shu ustakalarimiz mehnatiga bitta like bosib, yuraklarni qizartirib qo'yamiz. Mana xudo xolasa ustakalarimiz sistemani to'liq bitkizib, hamma yo'qni yakunlashib bo'ldi. Ham gazga, ham ko'mirli yo'l ustanovka qilib berdik. Bu yerda 50-50 bir xilga paytda gaz bo'lar ekan, bir xilga paytda bo'lmas ekan. O'sha bo'lmaydigan gaz o'chib qolgan holatiga nijniy garena pastdan yonuvchi ko'mirli yo'limizni ustanovka qilib berdik. 4 dona o'zini sendvichli dimoxodlari, nerjavika ichi ham tashi ham hamda o'zini zontigi bilan. Ko'rgan bo'lsangiz, santexnik brigadamiz va ko'mirli yo'limiz sifatiga alohida e'tibor berib berasizlar. Juda ham chiroyli qilib, sifatli qilib ishlab berilgan. Hozir suv to'ldirish jarayoniga yetib keladi. Mana suvni to'ldirib, xudo xolasa sistemamiz stomatok qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib, akkuratli ravishda ishlarni bitkazib berishyapti. Kat yo'limiz pastdan yonuvchi kat yo'l turiga kiradi. O'zi videoni boshida aytib o'tganimdek, pastiga tez yonuvchan reyka oddiy o'tinlarni tashlab yoqib olasiz, ustiga ko'mir tashlab turib, mana shu yoqni to'ldirganingizdan keyin, misol yaqinlashib yarim bo'lib qoladigan bo'lsa, ustiga yana ko'mirni tashlab qo'yilaveradi. O'zini original ventilyatori hamda original pogrushni termostati bor. Videoni kuzatib tursalang, sizlarga kat yo'limizni yoqish jarayonlarini bir qator yoqib, gradusga olib chiqqan holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Videoga bitta like bosib qo'yamiz. Mana kat yo'limizni yoqish jarayoni boshlandi. Nijniy kat yo'lni qanaqa qilib yoqaman deganlarga pastiga shunaqa o'tinlarni solib, yoqib, cho'q qilinadi. Cho'q qilingandan keyin ustiga xuddi shunaqa qopdagi ko'mirlardan tashlab to'ldirib qo'ysangiz, to'liq holatda bo'ladi. To'liq holatda bo'lgandan keyin ozayib bo'lsa, o'g'lingiz ham, keliningiz ham mana shu yerga yetganda ustiga yana tashlab turilaveradi. Mana yoqishni o'rganib olamiz. Tagida eshikni jicha ochib qo'yib, ventilyator yoqmasdan o'tinlarni tashlab yoqib qizdirib olamiz. Videoni kuzatib turamiz. Xudo xolasa kat yo'limizning ichiga zapravka qilib, polni sistemani 100% ishga qo'yib oldik. Mana kat yo'limiz juda ham chiroyli ishlab, hozir 60 gradusga qo'yganmiz. Mana kat yo'lni termometri mana 60 gradusga qo'yganmiz. 60 gradusga kelib o'chdi mana. Kat yo'limiz hozir dam olyapti. Yana 55 gradusga 50 gradusga tushganda miya zadaniyani beradi, ventilyator qo'shadi. Hozir dam olyapti. Xudo xolasa hamma sistemani polni 100% 60 gradusga olib chiqib bo'ldi. Sistemamizni santexnikalarımizdan bir qator tekshirib chiqib, chiqatdan suv qo'ygan, boshqa bo'lgan joylari bo'lmadi. Juda ham chiroyli bo'lib, sistemamiz ishlab berdi. Xo'p, kat yo'limizga xuddi shunaqa ko'mirdan zapravka qildik. Mana ko'rib turganlaringiz, mana ko'rgan bo'lsangiz, Qozog'istonda shunaqa arishka ko'miri bor ekan, juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti mana mashinasida. Xuddi shunaqa ko'mir yoqsalaring, soati ham uzoqroq yonadi, juda ham chiroyli bo'lib ishlab beradi. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bu kat yo'limiz 25 kilovatli nijniy garena pastdan yonuvchi kat yo'l turiga kiradi. Bu kat yo'limiz narxi 9.300.000 so'm, utoplit qilingan, ponni 100% ichiga utoplit qilingan 10.300.000 so'm. 1 million shunga qo'shildi, 10.300.000 so'm bo'ldi kat yo'limizda. Qanaqa savollar, fikrlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa, kommentariyada
javob berishga harakat qilamiz. Qanaqa kat yo'lda narxi qiziq, kommentariyaga yozing. Va sistemalarda qanaqa santexnik ishlarni zarur bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, xudo xolasa juda ham chiroyli qilib ishlatib beramiz. Videomizda qanaqa xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan zo'r so'raymiz. Bizning yo'nalish asosan gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kat yo'llar hamda gazli kat yo'llarda o'rnatish. Bizi yo'nalish shunaqa santexnik ishlarni hamda ko'mirli kat yo'llar o'rnatib beramiz. Sizlarga shunaqa santexnik ishlari kerakmi, ko'mirli kat yo'llar zarurmi? Ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarning ham ishlarini juda ham chiroyli qilib ishlatib beramiz. Shunaqa gazlashmagan hududlar bo'lsa, sizlarga ham shunaqa ko'mirli kat yo'lni o'rnatib beramiz hamda xonadonlarga gaz kelgan bo'lsa, yoniga gazli kat yo'l hamda ko'mirli kat yo'lni ustanovka qilib beramiz. Videomizga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada shunaqa ko'mirli kat yo'l yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Uyning ichiga kirsangiz, o'sha issiqlik tafti urilyapti, radiatorlar hammasi 100% juda ham chiroyli bo'lib ishlayveradi. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada ko'mirli kat yo'l yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bu sistemamizni qilib bitkizgan tomonimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Oqtepa qishlog'ida yakunladik.